Давай, emasman. Bugun biz sizlar bilan buyuruvchi belgilar haqida gaplashishimiz kerak. Buyuruvchi belgilar buyuradi. Xullas. Bu faqat to'g'ri yurish degan belgi, faqat to'g'ri yurish kerak. Unga chapga nazorat qilish mumkin emas, faqat to'g'riga borish kerak. Bu bo'lsa chapga yurish kerak, bu bo'lsa o'ngga yurish kerak. Bu bo'lsa to'g'riga va shu yoqqa yurish kerak. Keyin shu aytilgan yo'l bilan yurish kerak. Background ko'k bo'ladi, strelkalari oq bo'ladi ko'pincha. Mana bu ham to'g'ri va chapga burilish kerak. Bunisi chapga va o'ngga burilish kerak. Bunisi to'siqni chapdan aylanib o'tish, to'siqni o'ngdan aylanib o'tish, to'siqni ikki tarafdan aylanib o'tish, bu razvorot. Hammasi buyuradi, shunaqa qilishing kerak deb. Bunisi bo'lsa yengil avtomobillar harakati. Faqat yengil mashinalarga можно bo'ladi. Menimcha 3,5 tonnagacha bo'lganlarga можно bo'ladi. Agar yuk mashinalari bo'ladigan bo'lsa, agar uy joyi korxonaga borish kerak bo'lsa, borib chiqadi, lekin eng yaqin chorrahadan chiqib kelish kerak bo'ladi. Bunisi bo'lsa velosiped yo'lkasi ko'k bo'ladi, bunisi oq bo'ladi. Faqat velosipedlar va mopedlar yurish mumkin bo'ladi, xolos. Bunisi piyodalar yo'lkasi, faqatgina piyodalar yurishi mumkin, boshqalar yurishi mumkin emas. Bunisi piyodalar va velosiped yo'lkasi. Bunisi o'shini oxiri, bunisi ajratib qo'yilgan piyodalar va velosiped yo'lkasi. Bunisi o'shini oxiri, bunisi ham shu. Bunisi taraflar almashib qoladi, bunisi oxiri bo'ladi. Keyin bunisi nima? Eng kam tezlik, ya'ni 50 dan past yurib bo'lmaydi. Gaplar. Bo'ldi, buyuruvchi belgilar shulardan iborat ekan. Ya'ni ular buyurib, shularga bo'ysunmaslikni talab qiladi. Bo'ldi.